Bizda tomog'i og'risa, ayollarimiz ginekologga murojaat qiladi. Iltimos deydi, bir kresloda bir ko'rib bering tomog'imni deydi. Ovoz birinchi sekin pasayadi-da, onkologiya bo'lib qolibdi deydi. X-ray deymiz, o'sha radio nur orqali ko'krakda rak chaqirish ehtimolligimiz yuqori. Onam yig'lab telefon qildilar-da. Ha, ona nima bo'ldi desam, rak bo'lib qoldi. Man aniq aytaman, kista hech qachon rakka o'tmaydi. Man dedi ko'kragimga dedi tig' tekkizmayman yo nina yo biopsiya tekkizdirmayman. Kerosin ichaman deydiganlar bor, haligacha bor, bizga haligacha keladi o'shanaqa narsalar. O'sha joyda yo'limiz ikkiga ayriladi. Lekin bizning O'zbekistondagi onkologlar buni qilmaslik kerakligini aytilgan. Ikkita ko'kragini hali kasal bo'lmasdan turib oldirib tashlab, silikon ko'krak qo'ydirilgan. Jarrohlik amaliyoti bajarilgan, bemorni gostinitsaga перевязкаga olib chiqib qo'yishgan. Va ming afsus, bemor o'zi O'zbekistonga tobutda keladilar. Yaxshi doktor bo'lish uchun 3 ta xislati bo'lishi kerak. Kerakli protsentini oladi-da, kasalni sotadi, chet el. Bu odam savdosiga o'xshagan narsa-da. Xuddi shunaqa. Assalomu alaykum Maqsud aka. Studiyamizga kelganingiz uchun sizga ko'pdan ko'p rahmat. Avvalambor o'zingizni tanishtirsangiz, bizani ko'rib turgan kuzatuvchilarimizga. Assalomu alaykum. Men doktor Navob, tibbiyot fanlari doktori, professor Maqsud Mallayevman. Doktor Mallayev klinikasining asoschisi, shu bilan birgalikda Amerikada doktor Mallayev klinikamizning filialini ta'sischisi va shu bilan birga Betamax Medical Factory deymiz. Bizlar tibbiyot buyumlari va tibbiyot sarf jihozlarini ishlab chiqaruvchi zavod asoschisiman. Hozirgi paytda men faqat vrachman, chunki qolganlarni hammasini faqat o'sha kerakli kalit odamlarga topshirilgan, hammasi ishlarini o'zlari qilyapti. Men faqat ertalabdan kechgacha shu tibbiyot bilan shug'ullanaman. Maqsud aka, keling bugun onkologiya mavzusini ko'tarsak. Onkologiya o'zi nima? Misol uchun sog'lom yurib turgan odam ham birdaniga mazasi qochib qolib, ko'p eshitamiz. Nima bo'pti desa, ovoz birinchi sekin pasayadi-da, onkologiya bo'lib qolibdi deydi. Onkologiya o'zi nima va u qanday vujudga keladi? Onkologik kasalliklar yoki onkologiya, saraton, bez, ozgina o'sha shishib qolibdi. Ya'ni so'zlarini juda ko'p holatlarda o'sha xalqimiz tomonidan shu so'zni bekitish uchun aylantirib ishlatiladigan so'zlar ko'p bu yerda va bularning oxiri bizlarda o'sma. Ya'ni onkologiyaning o'zi ham yaxshi sifatli, bu degani mahalliy o'sha joyning o'zida bo'lib, boshqa joyga tarqalmaydigan va har doim ham davo talab qilmaydigan ba'zida rak oldi jarayonlari yoki yaxshi sifatli o'smalar va uzoqqa tarqalib metastaz berib atrofdagi organlarning funksiyalarini buzib o'sishda davom etib boradigan saraton yoki yomon sifatli o'smaga bo'linadi. Yaxshi va yomon sifatli o'smalarni bu faqat bizlarda biopsiya orqali, ya'ni olingan to'qimadan ekib ko'rish orqali aniqlanadi. Onkologiya deganda qisqacha yoki oddiy tilda tushuntirsak, bizda tanada normada bo'lishi kerak emas bo'lgan zonada paydo bo'ladigan qo'shimcha to'qima. Buni biz oddiy tilda va keng ma'noda onkologiya so'zi bilan bog'lasak bo'ladi. Ya'ni ma'nosi o'sha. Onkologiya deganda shu. Bu yaqin 200 yillikda paydo bo'lgan kasallikmi yoki bizani o'sha inson zoti yerda o'z faoliyatini boshlagandan beri bor kasallikmi? Nima deb o'ylaysiz? Onkologiya kasalligi bu bizdagi ma'lumotlar va o'sha ilmiy ishlar bo'yicha odamzod paydo bo'lgan paytdan beri onkologik kasalliklar mavjud. Onkologik kasalliklarning o'sha paytdagi kelib chiqish sabablari va hozirgi kelib chiqish sabablari hozirgacha o'rganilmagan va aniq bir xulosaga kelinmagan. Ko'plab gipoteziyalar bor. Mana buni yesang onkologiya bo'lib qolasan. Mana buni ichsang onkologiya bo'lib qolasan. Mana bu joyda uzoqroq qolib ketsang onkologiya bo'lib qolasan degan gipoteziyalar ko'p. Lekin aynan tasdiqlangan mana shu narsadan keyin mana bu narsa bo'lish, ya'ni rak chaqirilishi, saraton chaqirilishi haqida oxirgi mana shu 20 yillikda topilgan yagona sababi bizda o'sha Helicobacter papilloma virus, ya'ni bachadon bo'yni saratonni keltirib chiqaruvchi papilloma virus. Boshqasi hozirgacha noma'lum. Shu turdagi onkologiyalarni keltirib chiqaruvchisi u papilloma virusi deb topilyapti. Isbotlangan.
Nimaga oxirgi paytda ko'p eshitamiz, o'zi onkologiya boshlang'ich davrida emas, O'zbekistonda boringki yoki oxirgi davrida yoki bo'lmasam o'rta davrida aniqlanadi. Buni sababi nima? Bilaman, sizga juda ham ko'p bemorlar murojaat qilishadi. Shularni statistikasidan kelib chiqib, nega buni boshida ko'p aniqlanmaydi, protsenti kam? Mani eshitishim bo'yicha yoki bu noto'g'ri ma'lumotmi? Onkologiya joylashgan zonasi, ya'ni onkologiya so'zini oladigan bo'lsak, ya'ni umuman saraton so'zini oladigan bo'lsak, tananing har qanday joyidan saraton kelib chiqishi yoki kuzatilishi mumkin. Saraton kelib chiqadigan organ va o'sha organning joylashgan joyiga qarab onkologiya erta bosqichlar va kech bosqichlarda simptom beradi. O'zbekchilik degan so'zni bu yerda aytmayman, umuman odamzodda, chunki men butun dunyoni ko'rdim. Dunyoda ham biz bilan bir xil, bizdan ortiqcha biror narsa yo'q. O'sha yerda odamzodda biror joyi og'rib, uni bezovta qilmaguncha vrachga borib yoki qanaqadir klinikaga murojaat qilib, check-updan o'ting yoki qanaqadir biror joyimda tekshirib qo'ying deyish juda kichik foiz guruhlarda uchraydi. Ya'ni asosiy odamzod og'riganda va biror shikoyati bo'lganda vrachga murojaat qiladi. Shu sababli onkologik kasalliklar agar joylashgan joy oshqozon, yo'g'on-ichak yoki boshqa o'sha o'pkalarning periferik zonalarida bo'ladigan bo'lsa, oxirgi bosqichgacha hech qachon simptom bermaydi. Lekin bosh miyada kichkina no'xatdek o'sma ham boshda og'riq paydo bo'lishi mumkin. Olaylik, burun ichida deylik, bizga eng oson misol keltirish, burun ichida no'xat emas, moshdek narsa ham birdaniga simptom beradi, ya'ni xalaqit berib boshlaydi yoki tildan chiqqan narsalar ham. Faqat hamma ham bu narsaga jiddiy e'tibor bermaydi. Oxirgi paytlarda mana jiddiy e'tibor berishlar ko'paydi. Odamlarda tibbiy ongning oshishi, kerakli o'sha medianing rivojlanishi, aynan mana shu har xil podkastlar, boshqalar hisobidan odamlarga bu narsalar borligi haqida ma'lumot berish bu odamlar ongini haqiqatan oshirib yubordi. Chunki oldinlar faqat bu narsani gazeta yoki kitobdan aniqlash mumkindi. Hammaning ham gazeta, kitob o'qishga vaqti bo'lmasdi, vaqti bo'lsa ba'zida qunt yetishmasdi. Hozirgi paytdagi informatsiya davridagi hozirgi odamlardagi ma'lumot ehtiyotkorlikka va erta biror narsani bizga yetkazib berish yoki vrachga murojaat qilishga hozir olib keldi. Baribir ham kech murojaatlar bor. Buning sababi nima? Nima uchun haligacha mana davlatimiz tomonidan onkologik kasalliklarni skriningdan o'tkazish yo'lga qo'yilgan. Poliklinikalarda patronaj xizmatlari bor. Yoki o'sha markazlashgan tibbiyot muassasalarida aynan onkolog shtatlari ajratilgan va o'shalar doim patronaj bilan birgalikda ishlaydi. Baribir ham kech murojaat qiladi. Sababi ba'zilarda qo'shnisi aytaylik onkologik kasallikdan o'lib qoldi. Bu narsa ichkaridagi bir nechta o'sha mahalla ichidagi har xil nima deydi, keraksiz ma'lumotlarga aralashadi-da, keyin aytadi, menda onkologiya bo'lib qolibman, men agar lecheniya olsam, ya'ni kimiya olsam, nur olsam yoki operatsiya bo'lsam, men ham shunga o'xshab o'lib qolar ekanman deydi, o'ziga yoqadigan gap qidiradi. O'ziga yoqadigan gapni kim aytadi? O'ziga yoqadigan gapni odatda bizda tibbiyotdan uzoq bo'lgan va para tibbiyot bilan shug'ullanuvchi kontingent bor. Bularga ichida tabiblar. Tabiblar deymiz. Yoki har xil men deydi ilon zahri bilan davolayman deydigan, har xil buni ilon zahri bilan davolayman degan tabib deya olmaymiz. Tabib so'zi juda qiyin-da, bu narsani ko'tarib yurishning o'zi ham. Ya'ni men tabibman deyish uchun ham anchagina narsa qilish kerak-da oldin. Ilon bilan davolayman, asalari bilan davolayman, echki emarning sutini olib kelaman, har xil kerosin ichaman deydiganlari bor. Haligacha bor, bizga haligacha keladi o'shanaqa narsalar. Men o'zim shunday mas tayyorlab beraman, men bu mas bilan bemalol yo'qotib yuboraman deydiganlari bor. Undan tashqari men o'tlardan, giyohlardan davolab beraman degan o'zini tabib darajasiga yetkazdirib onkologiya bilan shug'ullanuvchi shunaqa para tibbiyotchilarimiz bor. Bu para tibbiyotchilarimiz bizga shunday yordam beradi, qo'sh tirnoq ichida yordam beradi. Birinchi va ikkinchi bosqichda 100% davolash imkoniyati bo'lgan bemorni 4-bosqichga yetkazdirib, endi bu yog'i deydi Allohdan, endi bu yog'iga deydi
normal yaxshi doktorga borib ko'rinasan deb sekin chiqarib yuboradi. Bu narsani aynan o'sha reallikdan qo'rquvchi bemor kontingent qabul qiladi. Yengil qabul qiladi. Lekin doktor sababini o'ylab ko'ring. Agar doktorga shu borsa, doktor biror bitta ukol qildi, ukoldan keyin tuzalmadi yoki qanaqadir asorat berib qolsa, bomba. Lekin buni o'sha diplomi yo'q bo'lgan, tabib ham bo'lmagan даже odamlar bu narsani o'tkazib bersa, bo'ldi, hech narsa qilmaydi, qaytib ketaveradi. Ya'ni bu yerda yetarlicha tibbiy ongning rivojlanmaganligi deb bu yerda baholash menimcha to'g'riroq so'zlar majmuasi bo'ladi. Qarang, men o'zimni hayotimda bo'lgani, bundan menimcha 6-7 yil oldin Xitoyda safardaligimda onam yig'lab telefon qildilar-da. Ona nima bo'ldi desam, rak bo'lib qolgan. Yo'q ona, Xudo saqlasin, nima bo'ldi? Nimaga unaqa deyapsam, shu ko'kragimni tekshirtirgandik, og'riq bor edi. O'zida tekshirganda rak deyapti. Keyin onkologiya, shahar onkologiyasiga bordik. Buni operatsiya qilib ko'kragini olib tashlash kerak deb aytishdi. Keyin aytdim, ona, bir sutka shoshmang. Men hozir bilet qidiraman, qaytaman, orqaga yana o'zim biror tekshirtiraman va undan keyin qaror qabul qilamiz dedim. Tezda qaytdim. Biz qilgan ishimiz Akfa Medline'da birinchi bo'lib MRT qildik. MRT qildik. Undan keyin qilgan ishimiz qayta UZI qildik va qilgan ishimizni mammografiya apparatida yana tekshiruv qildik. Shunda biz ko'rdikki, vrachlar konsulyum qilishdi va aytishdiki, bu siz aytgan narsaga o'xshamayapti. Buni keling kuzatamiz. Keling biz даже biopsiya ham qiladigan payt emas. Bir nechta sabablari bor. Buni bitta kvartal kuzataylik. Qanaqa o'zgarish bo'ladi? Va biz bir kvartal kuzatdik. Xudoga shukr, o'zgarish bo'lmadi. Keyin boshqa diagnoz qo'yishdi va biz unga davolandik parallel va davo topib ketdik. Lekin agarda shu narsani biz oxiriga yetkazmaganimizda ko'krak operatsiyasi bo'lardi va biz isbotlolmasdik, bu onkologiyamidi yoki boshqa kasallikmidi. Agarda mana keling shu ko'krak bezi saratoniga shubha bo'ladigan bo'lsa, ketma-ketligini aytib bering, kimlarga uchrashish kerak va bugungi kunda ko'krak saratonini yengish imkoni bormi yoki yo'qmi? Hali men podkast boshida gapirganimdek, o'sma, ya'ni o'sha ba'zilar uni onkologiya, ba'zilar saraton, ba'zilar boshqa deb. O'sma ikki xil bo'ladi. Saraton va yaxshi sifatli o'sma yoki yomon sifatli, yaxshi sifatli o'sma. Hozirgi aytgan holatingiz bu biz uchun dejurniy holat. Ya'ni bir kunda xuddi shunga o'xshagan holatdan kamida 2-3tasi keladi. Biror joyga borib, hamma vrach ham o'zining ichidagi ma'lumotini, ya'ni demoqchi bo'lgan narsasini bemor va bemor qarindoshlariga tiniq aniq yetkazdirib bera olmaydi. Ya'ni ba'zilarda notiqlik san'ati bor, ba'zilarda qo'li yaxshi, ba'zilarda kallasi juda ham yaxshi. Uchalasi bir joyda bo'lish har doim ham nasib qilavermaydi. Bir xil haqiqatdan zo'r operatsiya qiladigan vrach chiqadi, patsient qarindoshi yoki patsiyent bilan gaplasha olmaydi. Yoki eng yaxshi reanimatolog narkoz beradi, o'sha narkozdan keyin olib chiqadi, boshqa qiladi. Chiroyli qilib qarindoshlariga, bularga ma'lumot bera olmaydi, vohmaga tushirib qo'yadi. O'shaning uchun ba'zi bir holatlarda o'rtada men shunaqa dejurniy случай so'zini ishlatganim, qarindoshlari, bemor qarindoshlari, bemor va vrach o'rtasida tushunmovchiliklar har xil kelib chiqadi. Operatsiya so'zi agar mabodo ko'krakda, no'xatda yoki moshda o'sma bo'lsa, vrach sizga ma'lumot bergan, biz buni operatsiya qilib olamiz degan bo'lsa, siz ko'z oldingizga o'sha operatsiya so'zini ko'pchilik katta qorinni mamli ochib tashlash, ko'krakni to'liq olib tashlash yoki qanaqadir nima deydi, o'pkani yarmini ochib qo'yish, operatsiya so'zini vahima tasavvur qilishadi. Bizlarda hattoki o'sha tirnoqning chetidagi ortib qolgan joyini olib tashlash ham operatsiya so'zi ishlatiladi. Qorinni yarmini ochib, ya'ni to'liq ochib, jigarni yarmini, oshqozonni, yo'g'onichakni olib tashlash ham operatsiya deyiladi. Ya'ni ikkita so'z bir xil. Faqat odamlarda tasavvur ko'proq vahimali tomonga qarab tasavvur ketadi. Menimcha taxmin qilaman, bu случайda men taxmin qilaman, biopsiya qilishmoqchi bo'lgan. Ular bor yo'g'i o'shani ham biopsiya, ham birdan eksiziya qilib, ya'ni biz o'shani chiqarib olib rak oldi jarayonni to'liq yo'qotmoqchi bo'lishgan. Faqat bu narsani
o'sha yerdagi vrachda odam ko'p bo'ladi yoki hali aytganimdek o'zidagi shaxsiy imkoniyatlar yetkazib berishga yetmaydi yoki bo'lmasam patsientda qanaqadir shoshish holatlari yo boshqa narsa o'g'lim kelsin qizim kelsin degan holatlar bo'lgani uchun bo'ldi bo'lmasam kelsin operatsiya qilamiz deb qisqacha ma'lumot berilgan. Buni qisqacha ma'lumotning buyog'ini improvizatsiyani sizlar qilgansizlar. Bu mana taxminim. Bu shunaqa bo'lgan deya olmayman. Bundan keyin siz endi o'qimishli bo'lganingiz uchun aynan shu sohani bilimi bo'lganligi uchun to'xta oldin mammografiya qilamiz, undan keyin kompyuter tomografiya qilamiz yoki o'zini qayta qilamiz degan narsalar o'tkazganmiz. Sut bezida o'zi odatda mammografiyada ham yoki bizlar sut bezi MRTsi deymiz. Sut bezi MRTsida ham yoki bo'lmasa ham UZIda ham har doim BIRATS shkalasi ishlatiladi. BIRATS shkalasi bu degani o'sma rakka o'tish jarayonining ketma-ket bosqichi. O'sma boshlandi, BIRATS 1 deymiz. O'sma sekin o'sishni boshladi yoki o'sha qattiqlashishni boshladi deymiz. BIRATS 2. O'sma o'sishni boshladi, qattiqlashishni boshladi va pastga UZIda aytsam soya o'tishi kamaydi. Ya'ni o'smaning plotnisi, qattiqligi, zichligi pastga soyani kam o'tkazyapti. Ya'ni ultra pastga soyani naborot ko'proq, soya ko'payadi. Bu holatda 3 deymiz. Ichida qon tomir paydo bo'lib, atrofda o'sha nima deydi, bugrisiz deymiz, g'adir-budurliklar paydo bo'lgandan keyin BIRATS 4. Biz BIRATS 3 gacha har doim kuzatuvga olamiz. Bu onkologlarning hammasining deyarli standarti. 4-chi bo'ldimi biopsiya qilinadi. Lekin BIRATS 3 ni ba'zi holatlari bo'ladi. Yosh kattalar, yoshi misol uchun 50 yoshdan yuqorilar yoki bo'lmasam oldinda anamnezda o'sha olingan ma'lumotlarda oilasida sut bezi bilan kasallanganlar anamnezi bo'lsa, ya'ni genetik faktor deymiz, bo'lsa, qonini aniqlaganda birisi положительный chiqsa, birisi mutatsiyalar deymiz, bu musbat chiqadigan bo'lsa, bunda hattoki BIRATS 3 ni ham eksiziya qilib, sirazu birdaniga eksiziya qilib biopsiyaga topshirish bu maqsadga muvofiq deyiladi. Endi ikkinchi o'sha davomiga o'tamiz sizning savolingizni. Qachon sut bezi saratoniga shubha bo'lgan ayollar yoki shu kasallikni o'zida ba'zi endi ayollarda ham emotsional jins vakillari bularda tushiga kirib qolsa ham yoki qanaqadir qarindoshida ko'kragida shunaqa narsa bo'lib qoldi desa ham ularda уже kuchli stress yoki emotsional balans, disbalans boshlanadi. Bu holatda nimalar qadam-ba-qadam aytib ketaman. Birinchi o'rinda mammologga murojaat qilgani ma'qul. Agar yaqin o'rtada, atrofida mammolog bo'lmaydigan bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri UZI qildirish bu deyarli 90% ma'lumotni olish degani. UZI natijasi bo'yicha, ultratovush tekshiruvi natijasi bo'yicha BIRATS 3 dan tepa bo'lsa, qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, uzoq qishloqdami, shahar markazidami, tog'ni ustida yashaydimi, mammologni yerda tagidan bo'lsa ham topib, mammologga to'g'ridan to'g'ri aynan maslahatni spetsialistdan olish kerak, mammologga murojaat qilish kerak. Agar u BIRATS 3 gacha, ya'ni 1 2 3 bo'lsa, bu narsani aynan aytaman, BIRATS, men buni kerak bo'lsa pastga yozib qo'ysanglar ham xursand bo'laman. BIRATS 1 2 3 bo'lsa, o'sha mahalliy ginekologlari, terapevtlari, endokrinologlari ham bu narsani kontrol qilish imkoniyati bor. Ya'ni tibbiyotda hamma soha, hamma vrachga o'rgatiladi. Bizda nima bo'ladi? Men haligi dejurniy situatsiyaning ikkinchisini sizga gapirib beraman, ya'ni bizdagi dejurniy situatsiya. Bizda odamlar tomog'i og'risa, ayollarimiz ginekologga murojaat qiladi. Iltimos deydi, bir kresloda bir ko'rib bering tomog'imni deydi. Ya'ni bu standart случай. Hech qachon ko'kragi og'risa mammologga bormaydi. To'g'ridan to'g'ri ginekologga boradi. Meni ko'kragimga lecheniya qilib bering. Ginekologlarning o'zining chegarasi bor. Har bitta mutaxassis chegara ichida yashovchi mutaxassis. Qaysidir A nuqtada uning chegarasi boshlanadi va B nuqtada tugaydi. Aynan o'sha nuqtada qaysidir ikkinchi mutaxassisning chegarasi boshlanadi.
Bu nuqtaning ichidagi yo'q narsa, bu chegaraning ichidagi, bu kvadrantning ichida yo'q narsani bu yoqdan qidirgan to'g'riroq. Bu yerdan nima deydi, apelsin sok olish uchun bir tilyashka pomidorni qisgani bilan chiqish imkoniyati yo'q bu yerdan. O'shaning uchun aynan mammologga murojaat qilish bu to'g'ri ish. Nomi bilan mammolog. Keyin mammolog u yog'iga yo'naltiradi. Qaysi tekshiruvlarni qilish kerak va agar Keyingi qadamni qo'shaman. Mammologga borib uchrashdi. Endi vrach nimalar qilishi kerak? Ya'ni bu yerda patsient uchun aytganimiz uchun endi vrach uchun ham ko'rsatma berib ketamiz. Vrach odatda agar 40 yoshdan yuqori bo'lsa, mammografiya bergani ma'qul. Mammografiya 40 yoshgacha faqat biopsiya qilib onkologiya tasdiqlangan, ya'ni sut bezi saratoni tasdiqlangan ayollargagina mammografiya mumkin. Lekin 40 yoshdan keyin tasdiqlanmasa ham qilishimiz mumkin. Ya'ni mammografiyaning chegarasi 40 yosh. 40 yoshgacha mammografiya qildirsam nima bo'ladi degan savol chiqib qolishi mumkin. Ayollarning 40 yoshgacha bo'lgan sut bezisi nurlarga juda ta'sirchan. Ya'ni o'zimiz berayotgan X-ray deymiz, o'sha radio nurlari orqali, radioaktiv nur orqali ko'krakda rak chaqirish ehtimolligimiz yuqori. Shu sababli 40 yoshgacha mammografiya tavsiya etilmaydi. Endi mammografiyaga yubordi. Mammografiyaga yuborishdan maqsad nima? UZI qildi o'zi. Maqsad mammografiyada bizda o'sha o'smaning aynan birats qismini ikkinchi marta tasdiqlaymiz. Limfa tugunlarini ko'rib olamiz. Ya'ni mahalliy qorovul limfa tugunlarimiz bor sut bezida. Qo'ltiq osti, o'mrov usti, o'mrov osti va paramammar, ya'ni mammaning atrofidagi limfa tugunlar. Undan keyin nima qiladi? Undan keyin mammografiyani o'tkazib bo'lgandan keyin agar birats haqiqatan 3 dan yuqori bo'lsa, unda bizda biopsiya tavsiya qilinadi. Bizda eng ko'p qo'rqadigan narsa yoki o'zim bilaman deydigan ma'lum bir foiz ayollar guruhimiz bor. Men dedi ko'kragimga dedi tiq tekkizmayman yo nina yo biopsiya tekkizdirmayman. Nimaga? Palonchi bor edi, o'sha biopsiya qildirgandan keyin ko'payib ketib qoldi. Ha, ukol ham qildiryapti kosmetologda. Endi shunaqa anular bor. Nima deydi? Har xil o'zim bilaman deydiganlari bor. Har shunaqa ko'p turlarni ko'rasizki, ular bilan gaplashib maza qilasiz. Juda xilma-xillik katta. Keyin ular biopsiya oldirmayman dedi, уже boshqa o'pkaga, jigarga, boshqa joyga metastaz berib yuborgandan keyin kelishadi. Ya'ni o'zlariga o'zlari bosqichni keyingi, ya'ni yuqori bosqichga o'zgartirib yuborishga sabab bo'ladi. Biopsiya qanday olinadi? Biopsiyani qo'l bilan ushlab, ya'ni ko'p joylarda, ko'p vrachlar, ko'p ba'zi bir mammologlarga ham bu narsani aytaman. Qo'l bilan tugunni ushlaydi, yonidan o'sha maxsus pistolet deymiz bizlar, pistoletni tiqadi-da, bosadi. Men bo'ldi biopsiya oldim, ketavering. Har doim birinchi o'rinda biopsiya ultra tovush UZI kontrolida, UZIning maxsus o'sha kontrolga datchikning yonida ninani ko'rsatib turuvchi, qayerga kirib borgani ko'rsatib turuvchi anaqasi bor. Nima deydi? Nakonechnigi bor yoki prisatka bir nima deydi, nakonechnigi bor. O'sha joyi bor. O'sha joyni bor datchikda, ya'ni u ham o'sha o'zining sut bezini ko'radigan datchikda kirib borib, ko'z bilan UZIda ko'rib va o'shani olish bu to'g'ri. Chunki har doim ham qo'l bilan ushlab olgandan keyin yaxshi sifatli chiqadigan bo'lsa, ya'ni o'sma bu доброкачественный deb beradi. Birinchi, ikkinchi bosqichdagi o'smamizni keyingi bosqichga o'tkazib yuborishga уже sabab bo'lamiz. Chunki biz yolg'on yaxshi ekansiz degan ma'lumot bilan kasalni uspakoyit qilib uyga jo'natib yuborgan bo'lamiz. O'shaning uchun UZIda olish shart. Bu 3-qadamimiz bo'ldi. UZI, mammografiya va 3-si biopsiya. Biopsiya endi bizda o'sha joyda yo'limiz 2ga ayriladi. Yo'l 2ga ayrilgani, bittasi biopsiya yaxshi sifatli, bittasi yomon sifatli. Ya'ni bitta rak oldi kasalliklari yoki yaxshi sifatli o'smalar desak bo'ladi, bittasi saraton desak bo'ladi oddiy tilda. Yaxshi sifatli chiqdi. Yaxshi sifatlining o'zi ham turlari ko'p juda ham. Oddiy kistalar bor. Kista so'zi ichida suyuqlik saqlovchi sharik. Qoplamani ichida Ya'ni suyuqlik. bitta yupqa qavati bor, o'shaning ichida suyuqlik bor, oddiy sharik. Ko'z oldimizga shishiradigan sharigimizning ichiga
Ana bolalarimiz o'ynaydigan, ichini suv bilan to'ldirib boyladingiz, o'sha kista deyiladi. Bu oddiy ko'z oldiga keltirish uchun hamon. Bu kista rakka hech qachon o'tmaydi. Mani ko'kragimda ko'plab kistalar bor ekan deb vahimaga tushib, anu depressiyaga tushib yuradigan ayollarimiz soni ko'p. Men aniq aytaman, kista hech qachon rakka o'tmaydi. Faqat kista nima bo'lishi mumkin? Ba'zilarda bitta, ikkita, ba'zilarda 10 ta, ba'zilarda yuzlab kista, polikistoz bor, ko'krak polikistozi bo'ladi. Bu holatlarda agar simptom bermayotgan bo'lsa, biror bir boshqa nima edi, bizlarda выделение deymiz, har xil tashqariga oqmalar oqmayotgan bo'lsa, demak bu kistaga tegmaganimiz ma'qul. Faqat kuzatamiz. Bu birinchi yaxshi sifatli o'smaning eng oddiysi. Undan keyingisi fibra adenomalar deymiz. Bu nima? Fibra adenoma bu aynan sut bezi hujayralari sut ishlab chiqarishga mo'ljallangan. Misol uchun mana bu stakan olaylik. Bu stakan bir kunda o'sha aynan tuqqan periodlarda sut ishlab chiqarish kerak. Bir kunda bir 10 ml, 20 ml chiqarish kerak. Bu hujayra uje ma'lum bir perioddan keyin anaqa signal bo'ladi, gormonal o'zgarishlar, har xil qalqonsimon bezdagi o'zgarishlar, kichik chanoq bo'shliqdagi doimiy vaspaleniyalar, bular hammasi bunga udar beradi. Udar bergandan keyin bu o'ladi. Biz qo'limizni kesib olsak, bunda qaytib teri chiqmaydi, chandiq chiqadi. Aynan o'sha chandiqlanish periodini bizlar fibra adenoma deymiz. Ya'ni bu sut hujayrasining chandiq hujayraga aylanishi. Bu fibra adenoma. Ma'lum bir biriktiruvchi to'qima tarkibli va o'sha sut hujayrasining ichidagi hujayralar ham o'sha ichida qisman mix holatda bo'ladi. Fibra adenoma xavfli emas. Bu yaxshi sifatli o'smalar haqida gapiryapmiz. Fibra adenomaning xavfli tomoni ma'lum bir perioddan keyin fibra adenoma rakka o'tishi mumkin. O'tish ehtimolligi 5% gacha. Ya'ni 95% fibra adenoma bilan yashab yurish mumkin. Endi qachon o'tadi? Qachonki doimiy bunga fizik ta'sir berilsa. Bir xillarda qo'lda, boshqa joyda bo'ladi. Kun bo'yi shuni mana buni ezg'ilab yuradi-yu, bu fizik ta'sir deyiladi. Yoki kimyoviy ta'sir berilsa. Boya aytganingiz to'ppa-to'g'ri. Fibra adenomalarning ichiga ukol qilib yo'qotib beraman deydigan har xil o'sha parameditsinadagi odamlarimiz ham yetarlicha bor. Kosmetologlar yoki boshqalar, men bularga tosh otish niyatim yo'q-ku, lekin aynan bu kosmetologlar so'ziga nima edi, xalaqit berib yurgan odamlar desak to'g'riroq bo'ladi. Va shunaqalar bor, nima edi, bizda ayollarimiz bor, non yopishadi tandirlarda, o'choqda issiqda ishlashadi yoki boshqa shunga o'xshash doimiy issiqlik bilan oshxonada oshpazlar bor. Issiqlik bilan ishlovchi ayollarda fibra adenoma ma'lum bir kuzatuv jarayonida kattalashadi. Ya'ni bular risk guruhiga kiruvchi, rakka o'tish uchun stimullovchi faktorlarning ichida yashovchi guruh hisoblanadi. Bularda fibra adenomani olib tashlagan ma'qul. Va shundan tashqari yosh bor. 50 yoshdan yuqoridagi ayollarda ham fibra adenoma kuzatilsa olib tashlagan yaxshi, chunki asosiy sut bezi saratonining kuzatilishi 40 yoshdan yuqorida turadi. O'shaning uchun fibra adenoma rak oldi jarayoni bo'lgani bilan juda kam 5% holatda rakka o'tganligi bilan ko'pchilik mammologlarimiz aynan o'sha o'zining praktikasi ko'p, tajribasi ko'p anaqasi mammologlarimiz yoki o'sha o'ziga haqiqatan ishongan mammologlar ko'pchiligi fibra adenomani bir marta, keyin 3 oydan keyin yana bir ko'ramiz deb 3 oydan keyin ko'radi. Shuning orasidagi o'zgarishga qarab, qattiqlashishi, o'smaning kattalashishi, boshqasiga qarab buni operatsiya taklif qiladi. Aynan o'sha operatsiya so'zida ko'pchilikda men rak bo'lib qolibman degan yolg'on ma'lumot ketadi. Undan tashqari sut bezida fibra adenomalar kistalardan tashqari har xil emizikli ayollarda galaktosellilar paydo bo'lishi mumkin. Ya'ni mana bu sut hujayrasi, sut ishlab chiqaruvchi hujayra va buning kanali bor. Kanal sut bezining so'rg'ichiga olib borib berish kerak. O'rtadan biror joydan vaspaleniya bo'ldi, shamollash, boshqa narsa bo'ldi, yopilib qoldi. Mana bu ishlab chiqarib yotibdi, bu ham shishib ketadi. Buning ichida sut bor, lekin qayerqadir chiqara olmayapti. Ana o'sha paytda
bu eng bakteriyalar rivojlanishi uchun eng yaxshi muhit. Ham issiq, ham butun anaqa bor. Emizikli ayollarda mastit kuzatiladi. Ya'ni sut bezining ichida o'z-o'zidan yiring paydo bo'lishi. Buni katta qilib kesishadi. Sababi shu. Mastitdan oldingi holatlar galaktosellular deymiz bizlar. Aynan o'sha hali yiringlamagan, toza turgan holatdagi sut anaqa yig'ilgan kista desak to'g'riroq bo'ladi. Ko'z oldiga keltirishimizga. Bular ham ba'zida o'sha yaxshi sifatli o'sma deb o'sma bo'lib qolibdi, rak bo'lib qolibdi, tez bolasini chiqar, tez doktorga olib bor, sutdan chiqar degan narsalar bor. Bularning davosi juda oddiy shpritsda olib tashlanadi va kerakli yallig'lanishga qarshi dorilar berilsa, shu bilan bemor emasda ular bemalol o'sha emizikli ayol maza qilib yana bolasini emizib yuraveradi. Va bundan tashqari juda kam uchraydigan boshqa yaxshi sifatli o'smalarimiz bor. Bular haqida men maydalab to'xtalishni xohlamayman. Endi rakka o'tamiz. Endi sut bezi saratoniga o'tamiz. Bu уже malamunday tema. Biz hozir mana bunday kichkina anaqani gapirdik. Endi qisqalarni yetdik. Ya'ni biz hozir ayollarni miyasini uspakoyit qildik hozir. Ya'ni bizlar tinchlaninglar, hammangni ham rak bo'vermaydi, lekin ehtiyot bo'linglar qismini o'tdikda, endi saratonga o'tdik. Saraton kelib chiqish sabablari turli xil. Eng ko'p men o'zimning teoriyamda aytaman, ya'ni o'sha kitoblarda boshqalardagi emas, o'zimdagi teoriyani aytaman. Sut bezi saratonining kelib chiqishi asosan genetik faktor. Mayli, genetik faktor degani, mana onam kasal emas edi-yu, nimaga men sut bezi saratoni bo'lib qoldim deganlar chiqadi. Gen degani bu har bittasida takrorlanishi shart degani emas. Ma'lum bir periodda bir 3 ta, 4 ta avloddan keyin ham takrorlanishi mumkin bo'lgan holat. Hozirgi paytda o'sha gen faktorini ilmiy jihatdan tasdiqlab, BRCA geni haqida ma'lumot berildi. Ya'ni BRCA1 va BRCA2. Agar qizida, onasida sut bezi saratoni bo'lgan, qizida qonidan aniqlandi, sut bezi saratoni bo'ladimi, yo'qmi? Aynan BRCA geni aniqlanadi. BRCA gen aniqlanish jarayonida agar u musbat chiqadigan bo'lsa, bu risk guruhiga, ya'ni yuqori riskli guruhga kiritiladi va doimiy tekshiruv, har 3 oyda tekshiruvdan o'tish tavsiya qilinadi. Angelika Joli o'sha aynan endi dunyoga o'sha narsani hammaga aytiladi, o'sha BRCA geni положительный chiqqan ularda ikkita ko'kragini hali kasal bo'lmasdan turib oldirib tashlab, bir vaqtning o'zida silikon ko'krak qo'ydirilgan. Implant. Aynan buni nima uchun aytyapman? Hozirgi paytda men ko'kragimni oldirsam, endi jozibadorlik yo'qolib qoladi. Sotsial narsalar ham bor. Bu yerda ko'kragimni oldirsam, oilada kelishmovchilik bo'lib qoladimi yoki mening ikkinchi yarimim boshqa tomonga ketib qoladimi? Juda ko'p. Bu yerda faqat biz tibbiyotda faqat kasalni davolamaymiz. Bu yerda bu tibbiyot, bu sotsial sohaning ichiga kiritilgan, bekorga kiritilmagan bu narsa. Bu yerdagi o'sha oilani saqlab qolish, bunda ota, ona, undan tashqari bolalari bo'ladi. O'ziga yarasha aka, uka, opa, singil, bu yerdagi bitta kasalning atrofida butun bir nima deydi, shajara o'shangi atrofida yig'ilib ushlanib turgan bo'ladi ba'zida. O'sha kasal shuncha odamni ushlab, shuncha odamni kontrol qilib turgan bo'ladi. Shunaqa holatlar ham bo'ladiki, o'sha bitta odam yo'qolsa bular tarqalib ketar ekan. Ya'ni bu yerda faqatgina davolash emas, bu yerda sotsial holatlari ham bor. Aynan o'shaning uchun bizlar ko'kragingni oldiriladigan bo'lsa, bir vaqtning o'zida, aynan bizning klinikada shunaqa qilamiz, bir vaqtning o'zida implant qo'yib chiqib ketamiz. Tashqi ko'rinishdan umuman farq qilmaydi, to'g'ri. Endi Alloh yaratgandek bandasi qila olmaydi hech qachon, lekin qo'limizdan kelgan eng yaxshisi o'sha yerda qilinadi. Bu chet eldagi yo boshqa joydagilar bilan solishtirganda deyarli farq qilmaydigan va ikkinchi tomondan maqtana olaman, u yoqda qilingan xarajatning bir 10dan 1 ketadigan darajada shu yerda qilinadi. Faqat buni nima deydi, yonimizdagi ariqdagi suvda qadri yo'q deydimi, nima deydi, shunaqa bir anaqa gapimiz bor. Balkim o'sha narsalar ko'proq yoritilmagani uchun bilishmas insonlar. To'g'ri, bu yerda yoritilish bir anaqa. Ikkinchi tomondan bu dunyoning mentaliteti, butun mentalitet bu yerda odamzod mentaliteti. Misol uchun Koreyadagilar Yaponiyaga borib davolanadi.
Mana men o'zim aniq sizlarga misol bilan aytaman. Koreyadagi aholi Yaponiyaga borib davolanadi. Yaponiyaning aholisi Amerikaga borib davolanadi. Amerikaning aholisi Yevropa yoki Hindistonga keladi, chunki agar qanaqa страховкасы bo'lmasa arzonroq ma'noda. Izrailliklar Amerikaga borib davolanadi. Germaniyaliklarning o'zi Turkiyaga kelib davolanadi. Turkiyaliklarning o'zi Germaniyaga yoki bo'lmasam Amerikaga borib davolanadi. Ya'ni bu odamzod mentaliteti. Manda deydi bu yerda aynan men bularni aynan geografik zonalarda gapirganim yo'da tibbiyot zo'r degan ma'noda gapirmayapman. Tibbiyotda geografik zona davolamaydi odamni. Yoki bino, zdaniya davolamaydi. Yoki zdaniyaning ichidagi kabinet, mana xona chiroyli qilib qo'yilgan, u davolamaydi. Tibbiyot bu personal ish. Personga bog'liq bo'lgan soha deganda tibbiyot aytiladi. Aynan o'sha person agar ishini haqiqatan yaxshi bilsa, o'sha tajribasi yetarli bo'lsa va undan tashqari haqiqiy odamiyligi bor bo'lsa, mana shu 3 ta narsa bir joyda bo'lishi kerak. Unda kasalni siz Marsga olib chiqib davolaganingiz bilan bitta qishloqda burchagida o'tirgan davolashning natijasi bir xil bo'ladi. Bu aynan o'sha tibbiyotdagi nima deydi kamchiliklar uchun tosh otib, nima deydi bir bitta dona o'sha tibbiyot xodimini ko'rib, butun bir tibbiyot xodimlariga kontent yozadigan blogerlar yoki aynan o'sha bloger bo'lmasdan turib hali chetini bitta joyni tirqishini ko'rib qolgani haqida ma'lumot berib yuboradigan, improvizatsiya qilib yuboradigan odamlar haqida buni qisqacha tushuntirish uchun aytdim. Maqsad aka, zo'r temani o'zingiz yoritib ketdingiz va yangi ochilayotgan klinikalarni bugungacha bizada mingdan ortiq klinika bilan ishlasak, yangi ochilayotgan paytda yoki Turkiyadan yoki Hindistondan, mana shu ikkita davlatdan juda ko'p ko'rganman, mutaxassislar chaqirtiriladi. Lekin men tushungan holatda chetdan kuzatib turganda bitta narsani sezaman. Marketingda lead generatsiya deydi. To есть ular o'z shifoxonasi uchun, O'zbekistonda bo'lmagan, Turkiyada yoki Hindistonda bo'lgan shifoxona uchun kasal yig'adi. Kasal yig'adi. Men bitta holatda aytaman, undan keyin beradigan savolimni beraman. Bizning o'zimizdan yaqin qarindoshimizda Shotda onkologiya o'sma bor edi, o'pka qismida. U 18 yil davomida kuzatilgan, har 6 oyda rentgen qilib va sekin asta o'sa boshlagan. Metastazlari yo'q, lekin o'sa boshlagan. Onkologlar tegish kerak emas degan narsa aytilgan. Va sekin astalikda o'pkani ichida joy kamlik qilishni boshlagan, sodda tilda tushuntirganimda. Keyin xuddi shunaqa klinikada konsultatsiya bo'lganda hindlar tomonidan uni olib ketib turib jarrohlik amaliyotini qilish kerakligi aytilgan. Lekin bizning O'zbekistondagi onkologlar buni qilmaslik kerakligini aytilgan. Hozir tegilmasligini. Ketdilar, jarrohlik amaliyoti bajarilgan. 3 kundan keyin bemorni gostinitsaga перевязкаga olib chiqib qo'yishgan. Va men afsus, bemorimiz o'sha yerda olamdan o'tganlar. Bemor O'zbekistonga tobutda keldilar. Endi meni beradigan savolim, qaysi onkologiyani O'zbekistonda to'laqonli davolanadi va mutaxassislari bor? Qaysi turdagi onkologiya uchun chetdan mutaxassis qidirish kerak? To'g'ri, men sizga qiyinroq savol berdim, lekin shuni hamma so'raydi. Yo'q, bizada eplolmaydi. Yo'q, men bilamanki, bizada qo'yilayotgan texnologiyalar bo'ladimi, o'sha yoki bo'lmasam o'qib kelayotgan shifokorlarimiz bo'ladimi, juda ham malakasi baland shifokorlarimiz juda ham ko'p. Buni ichida yurganimiz uchun bilamiz. Lekin birdaniga pul yig'ish boshlanib ketadi agar qanaqadir onkologiya bo'lsa, qarindosh urug' ichida birdan chetga jo'nataylik. Bizada 2000-yil bilan hozir 2026-yilni solishtiradigan bo'lsangiz, 26 yil mana bunday olganingizda unaqa yuqori katta vaqt emas. Lekin aynan o'sha 2000-yil bilan 2010-yilni solishtirib, ya'ni 2010 bilan 2026 ni solishtiradigan bo'lsangiz,
2000 va 2010-yillar jarayonida bizda kadrlar tayyorlash siyosatining natijasi mana menimcha o'ylayapman hozirlari berildi. Aynan tibbiyot sohasi bo'yicha. Chunki har qanday kadrni tayyorlash anaqasi nima edi natijasi minimum 10 yildan keyin beradi. Hozirgi paytda O'zbekistonda e, chet elga mutaxassislariga yoki chet el apparaturasiga muhtoj bo'ladigan onkologiya sohasi qolmadi. Men buni bemalol ayta olaman. Keling mana aytamiz neyroxirurgiya, ya'ni bosh onkologiyasi va bosh miya bundan ichiga umurtqalar ham kiradi. Shunaqa operatsiyalar o'tkazishyapti. Buni men aynan o'sha davlatlar bilan solishtirmayman, chunki hali aytganimdek, tibbiyot davlat bilan solishtirilmaydi. Tibbiyot bu eng yaxshi personlar bilan, ya'ni yuqori mutaxassislar, yuqori o'sha professorlar bilan solishtirgan bu to'g'ri ish bo'ladi. Chet eldagi o'sha eng mashhur professorlar kelib, mana shuni mana bizlar konferensiyalarga, boshqalarga boramiz. Borib, men sizlardan o'rgansam bo'ladim degan narsalar eshitamiz ko'p. Bosh miya va umurtqalar juda ham yaxshi. Kadrlar уже ko'paydi. Sababi nima? Har qanday oldinga qarab ketadigan yangilik yoki rivojlanishning orqasida ekonomika turadi. Ekonomikasi yo'q narsa hech qachon oldinga qarab rivojlanmaydi. Ya'ni har doim o'shunaqa bo'lgan. Dunyoda shunaqa bo'lgan. Вот hozir xususiy klinikalar ochildi. Hali aytganingiz to'ppa-to'g'ri, chet eldan olib keldi. Bu ham master klass, ham yetarlicha o'sha yerdagi doktorlarni o'qitish. Ba'zi bir xususiy klinikalar bor, ular chet eldagi doktorlarga shu darajada tobeki, ular bu yerda kelib kasalni yig'ib beradi, kerakli protsentini oladida kasalni sotadi chet elga. Bu yerdagi sotilishdagi narsalarning ichida bu odam savdosiga o'xshagan narsa-da bu. Bu yerda o'sha aynan kerakli joy-joylarni ularga yetarlicha endi qonunan imkoniyat yo'q. Men boya aytdim, 3 ta bitta yaxshi doktor bo'lish uchun 3 ta xislati bo'lishi kerak. Ana shu 3-xislati mana shu narsada aynan rol o'ynaydigan narsa. Bu yerda kasal haqiqatan ham 4-bosqich. Operatsiya qilib bo'lmayapti. Operatsiya qilinsa mana taroziga qo'yganimizda operatsiya qilsa ko'proq yashaydimi, qilmasa ko'proq yashaydimi deganda, operatsiya qilmasa ko'proq yashaydi degan narsa tarozisi bossa, o'sha narsani vrach bu bilan emas, mana bu bilan his qilganda o'sha yo'q deydi. Lekin ba'zi bir o'sha chet eldan kelib, men davlatlar haqida gapirish niyatim yo'q, chunki ba'zi bir o'sha aynan siz aytgan davlatlardan ham juda ham aqlli odamlar, juda ham insoflilar keladi bizga. Ba'zilari keladi, u yerda ko'pincha medik bo'lmaydi ular. Ular menejerlar keladi. Ularning bo'yniga qo'yilgan narsa patsient yig'ib olib borish. Patsient qo'lida hamma tekshiruv bor. Petlari bor, butun tekshiruvlar, даже petkatigacha qilingan bo'lsa ham, borgandan keyin e'tibor bersiz, xuddi shular qayta qildiradi. Ha desa biz bunga ishonmaymiz. Lekin solishtirib qarasangiz, mana siz anaqani apparaturlarga tushunasiz. U yoqdagi tushirilgan apparatning ma'lumotini o'qisangiz, bu yoqda tushirilgan apparat undan ko'ra ancha sifatli va yangi. Albatta. Ana shu narsani ba'zida men taqqoslayman. Nima uchun bu qayta tushirildi? Bu yerda tibbiyot turizmi va tibbiyot biznesi degan so'z yangi kirib kelgan so'zlarda ichida o'sha vrachlik va odamni davolashning yoniga bu qo'shilib keldi hozir. Ana o'sha ikkalasi qo'shilib kelgani uchun bu qismni anti reklama qilib qo'yishga sabab bo'lyapti. Bu qism xuddi va anaqaga palonchi больницаga borsam, divaniga borsam, divan yastig'i palonchi markaniki ekan, divani mammu marka ekan, beradigan anaqasi choyi mamnaqa marka ekan deydi-yu. Uning maqsadi borib o'sha yerda davolanish, u yerdagi servis bilan tibbiyotni bir-biridan odamlar aralashtirib olganda, hozir aynan o'sha tibbiyot bilan tibbiyot biznesini bir-biri bilan aralashtirib olyapti. Aynan bu yerda qorishiqlik muammosi. Qorishiqlikni keltirib chiqaradigan narsa bu qorishiq reklamalar. Ya'ni chiroyli qilib bosh qismini chiroyli qilib beryapti. Biz 4-bosqich saratonni nur terapiya bilan davolaymiz. Mana internetga kiring, menga bir kunda 10 ta patsiyentim tashiydi. Doktor, mana shunga nima deysiz deb.
4-chi bosqich anaqaga saratonga o'zi birinchidan nur qilinmaydi. Men sizga reklamaning ichidagi muammosini tushuntirib beryapman. Nur har doim proses, ya'ni o'sma bir uzog'i bilan ikkita joyda joylashgan bo'lsa, nur terapiya o'sha yerga qilinadi va o'sha orqali o'smani kontrol qilish mumkin. Lekin tasavvur qiling, tananing butun suyaklarida metastaz bo'lyapti, o'pkada metastaz, jigarda metastaz, yo'g'on ichakda o'sma turibdi. Nur terapiya butun tanaga qilgan bilan u kasal shu nur terapiyadan oladi, tobutga tiqadi. Ya'ni qaysidir bitta qiziqchini gapi bor. Shu yerda ham o'ldirib berardi 30 ming dollarga olib borib o'ldirib keldi, shu yerda 3 millionga ham o'ldirib berardik o'zimiz deydi. Xuddi shu gap shunga mos keladi. Undan keyin yana bir gapingizni bir anaqasi bor edi, men bir narsani gapiraman dedimda chalg'idim o'shani. Anaqa medturizm O'zbekistondagi tibbiyot sohasi bir-biridan keskinroq farq qilish boshlandi. Aynan o'sha davlat tibbiyoti, ya'ni bizdagi o'zimizning davlatimizning tibbiyoti va xususiy tibbiyot. Xususiy klinikalar, xususiy tibbiyotlardagi rivojlanish keskin ko'tarilib ketdi. Sababi oraliqdagi o'sha 2010 bilan 2020 deylik, 2026 desam hali anaqa yetib kelmaydi. 2020 deylik, o'sha oraliqda kadrlar tayyorlash yoki o'sha maxsus mutaxassislar tayyorlashdagi ba'zi bir har doim oqsoqlik qanchadir 10 yildan keyin beriladi. Kadrlar tayyorlash deganda har doim men urg'u beraman. Buni anaqasini mahsulini 10 yildan keyin yeymiz deyiladi. Shunga shunaqa hisoblanadi, o'qituvchilarning gapi bor. O'sha yerdagi kadrlar tayyorlashdagi muammo yoki o'sha yerdagi qanaqadir yetishmovchilik bo'lgan bo'lishi mumkin deb taxmin qilamiz. Hozir davlat tibbiyotidagi eng ko'zga ko'ringan professorlar, qo'ldan ish keladigan vrachlar xususiyga chiqib ketdi. Yoshlar, ya'ni hali yoshlar degani bu bilmaydi degani emas. Hali yetarli tajribaga ega bo'lmagan. Buni bizlar yoshlar deymiz. Bu past nazar bilan qarash ma'nosida yoshlar so'zini ishlatmaymiz. Tibbiyot tajribani juda katta talab qiladi. Yetarli tajribaga ega bo'lmagan yosh kadrlar va nima deydi, hali o'sha paytdagi o'rta miyona vrachlar davlatnikida qoldi va eng bu qo'ldan ish keladiganlar xususiyga o'tdi. Undan keyin xususiylarda aynan ta'lim boshladi. Chunki men bular o'tirmadi, menga shogird chiqaray dedi. Ertaga mendan keyin kimdir yordam berishi kerak. Yoki o'sha paytda o'zida tibbiyot ta'limi xususiyligi boshlandi. Hozirgi paytda shunaqa konkurensiya tibbiyot kuchli boshlandi, aynan davlat, xususiy va xususiylar o'rtasida. Bu rivojlanishga olib kelyapti. Haqiqatan kuchli. Oddiy medtexnika bo'yicha rivojlanish. Men tasavvur qiling, 10 yil oldin shaharda nechta MRT, nechta MSKT bor edi, hozir nechta bor. 10 yil oldin nechta UZI bor edi, hozir nechta bor. Va undan tashqari bizda medturizm juda qattiq rivojlandi. Medturizm oldin bizda 10 yil oldin samolyotlab Hindistonga, samolyotlab Turkiyaga ketardi. Hozir odamlarda ozgina o'zimizning vrachlarga ishonchi ortib, chetga borishlar, aynan o'sha ikkinchi fikr olish yoki qilinayotgan ishlarni to'g'ri ketyaptimi tekshirish uchun boryapti, lekin katta operatsiyalar boshqalarga juda ko'pchilik emas. Bor hali ham, yo'q deya olmayman. Aynan o'sha qanaqadir yolg'on reklamalar yoki kuchli agitatsiyalar orqasidan ketib qolayotganlar bo'lmasa, atak bizda hozir уже ancha yaxshi bo'ldi. Bitta podkast ko'rdim. Oleg Tinkov shu podkastda aytganki, meni pulim juda ham ko'p. Doktor bilan bo'lgan suhbat qo'yilgan. Vrachga aytayotdiki, meni pulim juda ham ko'p. Menga eng qimmat dorilarni qiling deyapti. Shunda vrach Germaniyada bo'layotgan suhbat. Vrach aytayotdiki, sen xavotir olma, qo'shni xonada bog'bon xuddi seni kasalliging bilan kasallangan, davolanyapti. Senga nima qilayotgan bo'lsa, unga ham shuni qilamiz. Faqat sen buning uchun pul to'layapsan, u страховкаdan shu narsani qoplayapti dedi. Endi hali ko'pchilik bilmas ekan, hozir O'zbekistonda ham sekin-asta sug'urta kirib kelyapti. Men so'rab surishtirganim bo'yicha sug'urtada agar
poliklinika deymiz, birlamchi poliklinikaga borsanglar, shu yerdan xususiyga ham yo'naltirish imkoniyati bo'layotgan ekan va davlat xususiyda olingan davolanish uchun pul to'lab berar ekan xususiyga. Bu amaliyot sizni klinikangizda qo'llanilyaptimi yoki agar qo'llaniladigan bo'lsa, qo'llanilyaptimi yoki qachon qo'llanilishi ko'zda tutilyapti? Men mana shu yerda sizga bitta sirni aytaman. O'tgan yili mart oyida o'rtog'im bilan Amerikaga bordik. Investor sifatida o'sha davlat tomonidan organizovat qilindi. Bordik, u yoqda bitta klinikani ta'sischi sifatida, ya'ni u yoqda yana bitta o'zi o'zbekistonlik bo'lgan Amerika fuqarosi tomonidan birgalikda oldik. Men xayolimda birinchi kelgan narsa. Biz O'zbekistondan borganmiz. Bu klinika chetda joylashgan, ya'ni Virjiniyaning chetida, Richmond shahrida joylashgan, ya'ni o'rmonzor, bu yog'ida daryo, bu yog'i daryo, orqasi okean, shunaqa zona. Endi u yerda odam yo'q. Men dedim, anaqaga aytdim, men bu joyga dedim, odam kelmaydi dedim. Biz reklama qilish kerak. Bu yerdan dedim, ish bilan ta'minlashing uchun, oyligini berib turishing uchun dedim, yetarlicha patoking bo'lish kerak. Ya'ni men qirt o'zbekcha o'ylayapman bu yerda. Keyin o'sha yerdagi amerikalik o'sha yuristimiz bordi. O'sha tushuntirib berdi. Ya'ni u tibbiyot yuristi ekan. Tibbiyot yuristi O'zbekistonda hali bunaqa termin yo'q. Tibbiyot yuristi degan termin yo'q. U yoqda haqiqatdan tibbiyot yo'nalishida vrachlarni himoya qiluvchi va bemorlarni himoya qiluvchi. Bemorlarni vrachdan, vrachlarni bemordan himoya qiluvchi tibbiyot yuristi направленияsi bor. Yo'nalishi bor shunaqa. Tushuntirib beryapti. Amerikada hech kim cho'nchagidan to'lab больницаga bormaydi. Bu yerda butun hamma narsa страховка, ya'ni o'sha sug'urta tarafidan. Davlat shunday chiroyli sistema qilgan, xususiy klinika ochdingizmi, borasiz, страховка bilan kontrakt qilasiz. Страховка sizga o'zi bo'lib tashab beradi kasalni. Kasalsiz ham qolib ketmaysiz. Lekin kasalingiz ham ko'payib ketmaydi. Ya'ni patokni davlat o'zi anaqa ta'minlab beradi. Bu o'zim hayron qoldim bunaqa chiroyli sistema qo'yilganligiga. Aynan bizda ham shunga o'xshash sistema hozir kiritildi. Faqat hali ayta olmayman, davlat to'liq kontrolga olishga qurbi yetyapti deb. Chunki hali endi atek-chechak qilib yurib boshladi. Страховка bilan bizlar anaqasini o'sha kelishilgan dogovorlarni, boshqalarni hammasini berganmiz. Ular biz tomonidan ham kerakli o'zlarining talablari bor. Ular tomonidan hammasini berilgan. Bir-birimiz bilan kelishib boryapmiz. Lekin qachon страховка bilan ishlash ma'qul? Agar klinikada, ya'ni endi bu yerda doktor emas, endi men biznes sifatida sizga tushuntirmoqchiman. Ya'ni fikrimni, miyamni hozir biznesmenga almashtirib tushuntirib beryapman. Klinika qo'ykalari to'lmayotgan bo'lsa, kunlik MSKT, UZI yoki laboratoriya kundan kun orqaga qarab, bizdagi ishchilarimizni sakrashiniga tushirib ketayotgan bo'lsak, demak davlatning bu tizimidan biz yordam olib, biz davlatga страховка bilan mana shuni qilamiz deyishimiz, bu to'g'ri biznesmenning taktikasi bo'ladi. Klinikaga bir kunda bir Qozog'istondan 30 ta, Turkmanistondan bir 7-8 ta, Tojikistondan bir 15-20 ta, O'zbekistonnikini gapirmasdan turib, odam shunchalik patok katta bo'lib turgan paytda страховкani qo'shish bu sifatni tushirib olishga sabab bo'ladi. Bu degani 5 qo'l emas, 10 qo'lda tiqdingda yording og'zingda degan so'z. Juda katta patok paydo bo'ladi. Qanchalik patok katta bo'lsa, sifat shuncha tushadi. Chunki bitta odamning ham miyasining ishlash soati bor. Undan keyin ishlatilgan miya u suv miya deyiladi bizda. O'tkazuvchanlik qobiliyatida nechta? Men endi oddiy tilda gapirdim-da. Zo'r sizga savollarimiz bir-biriga ulanayotgani menga yoqyapti. Qarang, siz o'zingiz vrach bo'lib turib ham rahbarsiz. Lekin ko'p holatlarda xususiy tibbiyot rivojlanayotgan paytda biznesmen rahbarlikka kelib qoladi. Va odatda meni kuzatuvim bo'yicha juda ham ko'p konflikt bo'ladi vrach va biznesmen o'rtasida.
Shunda men aytamanki, biznesmenga bu sani xodiming emas, bu sani sheriging deb aytaman. Doim ko'rishsak, bu sani sheriging. U aytadiki, argument keltiradi. Davlat korxonasida uni boshlig'i bor-ku deydi. Men aytamanki, davlat korxonasida uni boshlig'i shifokor deyman. Vrach. San bunga hech qachon boshliq bo'la olmaysan deyman. Va kuzatuvlarimda shunaqa. Shuni menga ochiqlab bersangiz, nimaga biznesmen shifokorga boshliq bo'la olmaydi? Bu aniq. Mani agar aniq bo'lmasa kontra argument bering, lekin mani kuzatuvimda bu aniq. Shifokorni ustida boshqara oladi, chunki u sohani egasi bo'lgani uchun boshliq bo'la oladi. Boshliq odam o'zi hammadan ko'ra tajribaliroq, keng qarovliroq va sohani tushungan odam bo'ladi-da. Aravani tortadigan odam bo'ladi. Endi sohaga chetdan kelgan odam faqatgina sherik bo'lishi kerak deb tushuntiraman. Men o'zimdagi bo'lgan yangi tadbirkorlarga bu sohaga kirib kelayotgan. Men shunga ochiqroq ma'lumot bersangiz. Savolingizga bitta aniqlik kiriting. Biznesmen bu kasb emas. Bu yo'nalish ham emas. Bu hech narsa emas. Biznesmen degan ishchi degan tarjimasi. Faqat biz buni har xil tomondan ishbilarmon, boshqa tarjima bilan oddiy ishchi, biznesmen ishchi tarjimasi. Yoki ishning ko'zini biluvchi degan sal tarjima qilsak bo'ladi. Sal bir anonsini, obro'sini ko'tarilroq chiqarib. Biznesmen bo'lishi oldin o'zi eshakda ishlash kerak. Ana shu odam ishchi, ana shu odam biznesmen deyiladi. Endi hozir siz berayotgan savolingiz biznesmen bilan shifokor deganingizda siz aytyapsizki, ishchi bilan shifokor. Bu yerda ishchining oldin kasbiga aniqlik kiritish kerak. Bu moliyachi bo'lishi mumkin. Anaqa nima deydi yana boshqa yo'nalishlar, uchuvchi bo'lishi mumkin, kosmonavt yoki bo'lmasa qishloq xo'jaligini bitirgan bo'lishi mumkin. Buning hammasi liboy biznesmen bo'la olishi mumkin. Olaylik, moliyachi shifokorga, ya'ni vrach meditsina sohasidagiga boshliq bo'lib qoldi. Bu bir paytlar bizda aynan o'sha moliyachi vazirimiz bor edilar. Ana o'shanga o'xshagan bir diskussion savol. Moliyachi har bir narsani moliya ko'zi bilan qaraydi. Moliyachi o'zining qarichi bilan o'lchaydi. O'zining qarichi bilan o'lchagandan keyin hech qachon boshqaruv sohasida agar u kichik klinika bo'lsa, boshlig'i moliyachi bo'lsa, yonida yordamchi olishi bu klinikani mablag'ini ko'tarishiga yetmaydi. Ya'ni har bitta odam bar tekin ishlamaydi, oylik berishingiz kerak. Bitta boshliqqa zam oladigan bo'lsangiz, vrach, bitta zam oladigan bo'lsangiz, o'sha bu ham vrach, ya'ni xarajat ko'payib ketadi. Bu kichik klinikaga moliyachining xarajati ko'plab tushib ketadi. Moliyachining o'zi buni boshqarish uchun qurbi yetishi mumkin, lekin juda qiynaladi. Bizlarda men bitta narsani misol keltiraman, men aynan o'sha havas qiladigan Akfa Medline'da Kamol opa degan direktor bo'lardi. Men juda hurmat qilaman. O'sha ayol o'zlari moliyachi edilar, lekin men qachon kirib o'tirganimda o'sha qancha bir 5 yil, 6 yil direktor bo'ldilar, o'sha periodda faqat tibbiyotda o'qib chiqardilar. Oxirgi paytlarda bizlar kirganimizda hazillashib qo'yardik. Siz ham doktor bo'lib qoldingiz deb, ular ham hazillashardilar. Biror narsa tushunmasalaring, men shu yerdaman deb chiqib ketardilar hazillashib. Ya'ni bu odamzodni o'ziga bog'liq. Ba'zilar bor, haqiqatdan ishbilarmon, mehnatkash, moliyani ham biladi, kerak bo'lsa unga yuklatilgan yangi vazifani ichiga kirib, uni ham har qanday vrachdan, ya'ni boshqaruv sohasida yurishni o'rganadi. To'g'ri, ichkariga kirib kasal davolay olmasligi mumkin, lekin 1 yil, 2 yilda to'liq o'sha qaysi joyda qanaqa kemtigi bor-u, qaysi joyda qanaqa ortig'i borini o'rganib oluvchi anaqaga aylanadi. To'g'ri. Ko'p joylarda men ko'ramanki, bosh shifokor deymiz-ku. Shunchaki bosh shifokor bo'lishi uchun bosh shifokor qo'shadi. O'zi bosh shifokor vazifasini mana podkastimiz oxirida tushuntirib bering. Meni kuzatayotganlar ko'proq klinikani egalari, tadbirkorlar kuzatishadi. Bundan tashqari endi bemorlar ham, oddiy xalqimiz ham kuzatishadi. Men shularga foyda bo'lib qolsin, chunki siz bugun ham tadbirkorlik qilyapsiz, ham shifokorlik qilyapsiz. Endi reklamalar qiladi-yu, biz dedi har qanday ishlamayotgan klinikangizni ishlatib beramiz degan reklamalar beradi-yu. Albatta. Men o'sha joydagi
boshqaruv tizimi mani nima deydi, o'zimning qarichimda qanaqa. Men biror joyda boshqaruvni o'qimaganman. Biror hattoki o'sha hech qanaqaga ham bormaganman. Mana bunday darslar, boshqalar bo'lmaydi, treninglar hech qaysiga bormaganman. Endi to'g'ri bir hammasini o'ziga yarasha har bir odamlardan o'sha eng yaxshi joylarini kuchli kuzatuv orqali yulib olib, men shunaqa bo'lishim kerak ekan degan namuna odamlarim bor. O'shalar orqali hozir o'zimga o'zimning boshqaruv tizimimni yaratganman. Aynan klinika boshqaruv tizimi. Bunda qanaqa? Bunda direktor. Direktor bu aravani tortadigan odam bo'lishi kerak. Ya'ni kirib kerak bo'lsa sanitarga qaysi anaqa rastvor deymiz, qachon qanaqa ishlatila oladi, ko'rsata olib bunga tushuntira oladigan darajada operatsiyaga kirib, to'xta, mana bu ichakni qoldirib, mana buni qoldir deydigan darajada bilimli odam bo'lsa, butun kollektiv juda qattiq hurmat qiladi. Unga faqat bo'ysunibgina qolmasdan unga o'zini shablon sifatida ko'rib ergashadi. Poddeshka qiladi hamma tomondan. Ikkinchisi, bosh vrachning vazifasi nima? Tibbiyot eng tashqi hujumlarga nishon bo'luvchi zona. Chunki biz odam joni bilan ishlaymiz. Har kuni kerak bo'lsa o'lim bo'lishi mumkin, har kuni qanaqadir asorat bo'lishi mumkin. Ya'ni bu odamzod. Biz temir bilan yoki boshqa anaqa loy bilan boshqa bilan ishlamaymiz. Odamning joni bilan ishlaymiz. Biror narsa bilan ishlashingizda unda yoki plus yoki minus bo'lishi tabiiy holat. Bosh vrachning vazifasi bu yerda davolash ishlarini to'g'ri olib borayotganligini qog'oz ustida ko'rsatib beruvchi odam va o'sha narsani doim kontrol qiluvchi odam bu bosh vrachning ishi. Bu bosh vrachning chegarasi shu. Bosh vrach mayli balkim qo'ldan operatsiya qilish emas. Balkim biror bir tekshiruvni o'tkazishga emas. Lekin uning vazifasi aynan ichkarida klinika ichiga mabodo biror bir tekshiruv kelib shu kasallik ma'lumotini ber desa, istoriyani shuni oldiga bemalol otib tashab, har bir bo'lgan narsaga bitta javob bera oladigan darajada tibbiyotni teoriyasini kuchli biladigan odam bo'lishi kerak. Men praktikasini demayman, teoriyasini. Bu bosh vrachning vazifasi. Keyingi nima deydi, anaqa rechaklar nima? Klinikani men har doim aytaman, har qanday klinikani 1000 reklama qiling. Butun nima deydi, efirni sotib olib, efirda qiling. Bir 200 ta blogerga qanchadir summa tikib reklama qiling. Tibbiyotning reklamasi bu natijada. Siz bitta kasalni tuzating, o'sha kasal orqasidan 10 ta kasalni olib keladi. Va ana 10 ta kelgan kasal u Instagramdan, Facebookdan kelmayapti. U ixlos bilan keladi. Tibbiyotda davolanishda aytib bo'lmaydigan, uni til bilan yoki biror bir ushlab tushuntirib bo'lmaydigan narsalar bor. Ixlos bilan kelgan kasal tuzalishi ham tez bo'ladi. Haqiqatdan ham mehr bilan unga qaraysiz. Bu yoqdan sizga pozitiv bo'lsa, siz ham bu yoqdan pozitiv bo'lasiz-da. Kulib kirgan odamga siz ham kulasiz, bu tabiiy narsa, psixologiya bu. Keyingisi, bu aynan o'sha yerda reklama qilinayotganda birinchi qabul qiluvchi zveno, ya'ni bizda poliklinika deymiz. Poliklinikadagi vrachlar qo'lidan ko'p ish kelmasa ham haqiqatan gapirish san'ati, nutq san'ati kuchli bo'lgan vrachlarni o'sha yerga qo'yish kerak. Poliklinika bu kasalning o'sha klinikaga ishonchini uyg'otuvchi zona. Tepasida 50 etaj klinika bo'lsin, poliklinikada xo'mraygan, gapirishni bilmaydigan, zo'r ishlaydigan odamni qo'ying, ichkari pustoy bo'ladi. Ba'zida shunaqa vrachlar bo'ladi, haqiqatan qo'ldan ish kelmaydi, lekin shunaqa tushuntirib beradi, bemorning ichiga kirib ketadi. Bemor o'zi qanaqa qilib chiqib yotib olganini bilmaydi. Ana o'sha qism bu poliklinikaning san'ati deyiladi. Bu yerda chiroyli gapirish, chiroyli kiyinish, chiroyli ko'rinish, chiroyli hid taratish, o'sha yerdagi bemorning qanaqa pozada kelganligiga qarab o'zi ham shu pozaga o'ta oladigan odam bu kasallik ichiga kiruvchi odam deyiladi.
Ana o'sha joy klinikaning motori. Motor o'sha joyda joylashgan. Xususiy klinikaning motorini shu yerdan boshlash kerak. Endi bu motorni yurg'izuvchi kalitlar nima? Bu kalitlar endi bu reklamalar. Reklamalarni mana o'zi qanaqadir o'sha endi men ko'p o'zi kitob o'qiyman. Kitoblarda, boshqalarda biznes trening kitoblari deyiladi. O'shalarda yozilishi bo'yicha topilgan pulingning 10% ni har oyda reklamaga sarfla degan joyi bor. Shunaqa. Vot. Reklamaga klinikaning pulining topilgan pulning 10% juda ko'plik qiladi. Klinika uchun, misol uchun bir kunda o'rtacha klinika bir 50 milliondan 100 milliongacha daromad qiladi. Men taxminan aytyapman, tushum qiladi. Daromad tushum qiladi. Tushum qiladi. Buning bir 20% ni agar mabodo sof foyda deb olinadigan bo'lsa, 20% olaylik 15-20 million bo'ladi. Buning 10% ni oladigan bo'lsak, 1-1,5 million so'm hisobida bo'ladi. Ya'ni siz biror bitta reklamani qo'ydingiz, uni Instagramga tarqatmoqchisiz, $100lik anaqani yoqmaysiz hech qachon. Eng ko'p bo'lsa 10 yoki $15ligini yoqasiz, u ham kerakli targetini yoqa olsangiz. O'shanga mo'ljallab berilsa yetadi. Ya'ni bizda shu 1-5% klinika uchun yetarli. Faqat har doim reklamani ishlatganda bu men o'zimni shaxsiy anaqam kalit so'zlarni to'g'ri tanlash kerak. So'z va nima deydi, birinchi jalb qiluvchi biz endi sizlar tilinglarda nima deyiladi bilmayman. O'sha jalb qiluvchi birinchi rasm va so'z har doim juda katta tanlanishi kerak. Birinchi 3 ta so'zni o'qiydi, birinchi nima deydi 30 millisekundda odamni miyasi qabul qiladi. Undan keyingisi уже dalishib yo'q, davay desa ko'radi, bo'lmasa ko'rmay qo'yadi. Endi bu o'zimning o'sha tajribalarim. Bundan tashqari o'zimizni o'sha kundalik davomida har kuni bitta maktab, har kuni bitta tajriba, har kuni bitta muammo va o'sha muammo sayqallantiruvchi ego. Har qanday g'adir-budur toshni muammoning ichiga tashlasangiz, silliq, anaqa brilliant bo'lib chiqib keladi. Bu o'sha hayot deyiladi bu narsa. O'shaning uchun yosh kattalar shuning uchun hurmat qilinadi, tajriba o'shaning uchun hurmat qilinadi. Nima uchun yosh kattalar hurmat qilinadi? Chunki ularda hayotning tajribasi juda katta bo'ladi. Aynan o'zi sayqallangan odam bo'ladi. Juda tanlab gapiradi, joyida gapiradi. Aytmoqchi bo'lganlarim shu. Zo'r. Men ham shu o'rinda bitta gap aytib ketmoqchiman. Agarda siz klinika egasi bo'lsangiz va siz shifokor bo'lsangiz, Björk kompaniyasida boringki texnikaga MRT KTlarda ham har doim 10% chegirma bor. Sababi ko'proq shifokorlar bu sohani egalariga aylansa, ular ko'proq bemorlarga joni achiydi deb aytaman, osonroq qilib aytdik. Joni achiydi va sohani tushungani uchun tezroq rivojlantiradi. Bunda ham biz o'zimizni hissamizni qo'shib qolamiz. Maqsud aka, bugun kelganingiz uchun kattakon sizga rahmat. Shu reklamani ertaroq qo'ysanglar, o'sha apparaturalar borligini ertaroq, oldinroq aytsanglar. Men Xitoydan qidirdim, Amerikadan qidirdim, hamma joydan qidirib men usta olib keldim. Xudo xolasa, sizni bundan keyingi ochiladigan klinikalaringizda birga ishlashni nasib qilsin. Kelganingiz uchun kattakon rahmat. Rahmat. Katta rahmat sizlarga.